Ko'pchiligimiz videoni log formatda olganim ma'qulmi yoki Rec 709 deb ikkilanamiz. Keling, bugun buni qisqacha solishtirib ko'ramiz. Rec 709 ma'lum standartlarga asoslangan holda ishlov berilgan profil hisoblanadi. Menimcha katta farq qiladigan tomoni Dynamic Range'da deb o'ylayman. Dynamic Range o'zi nima? Bu kameraga tushib turgan eng qorong'u, ya'ni shadow va eng yorug' joylarni ajratib turadigan yorqinlikning farqi. Bu odatda stop bilan belgilanadi. Dynamic Range qanchalik past bo'lsa, yorug' joylarda soya qorayib, qora joylarda esa yorug'lik oqarib ketadi. Dinamik diapazon yuqori bo'lsa, soyali va yorqin joylardagi ranglar saqlanadi va videoni bo'yashingizga katta erkinlik beradi. Ana shu narsa odatda Rec 709 da 6-8 stop atrofida, log formatida esa 12-14 stop atrofida yozadi. Ranglar bilan juda professional ishlamayman desangiz, Rec 709 ancha yaxshi. Muhimi joy va yorug'likni yaxshi tanlay olsangiz bo'lgan. Misol uchun, men oxirgi hamma videolarimni Rec 709 da olaman, chunki vaqtimni tejashimga ancha yordam beradi. YouTube vlog, ijtimoiy tarmoqlar uchun S-Logda olib qilaman desangiz, vaqtingiz ketib qoladi. Professionalizm uchun esa baribir log formatdan foydalaniladi. Lekin sharti rang berishni ham bilishingiz kerak.